Oldingizga shuncha sovg'ani qo'yib qo'ysa, ol desa, nimani tanlagan bo'lardingiz? Telefonmi, maishiy texnikami yoki umra sayohati yoki Misrga sayohat? Siz kommentariyada yozing, men bu sovg'alarni qanday yutib olishni tushuntirib beraman. Metalmark kompaniyasi o'z mijozlarini nafaqat sifatli nержавейка mahsulotlari bilan, endilikda esa shunaqangi qimmatbaho sovg'alar bilan xursand qiladi. Bu yerda umumiy 66 ta sovg'alar mavjud. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda 10 ta televizor, 10 ta gaz plitasi, 10 ta kir yuvish mashinasi, avtomat, primer, undan tashqari 10 ta telefon, 10 ta mikrovolnovый pech va 10 ta changyutgich. Undan tashqari qo'shimchasiga 2 ta sayohat. Xohlasangiz umraga, xohlasangiz Misrga. Xo'sh, sovg'alarni qanday yutib olaman deysizmi? Juda ham oson. Siz Metalmark kompaniyasi ishlab chiqaradigan mahsulotlarni xarid qilasiz. Aytaylik, perillalar yoki stol stullar yoki shunga o'xshagan garderob mahsulotlari va siz ushbu aksiya ishtirokchisiga aylanasiz. Aksiya 1-yanvardan 25-fevralgacha butun O'zbekiston bo'ylab bo'lib o'tadi va g'oliblar bosqichma-bosqich aniqlanib boriladi. Rostdan ham sovg'alar rosa ham ko'p, inshaalloh barchaga yetadi. Aksiya g'oliblarini esa biz Metalmark kompaniyasining Instagram va YouTube sahifalarida aniqlaymiz. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar va ushbu videoni uyga nержавейка mahsulotlarni xarid qilmoqchi bo'lgan, ya'ni perillalar yoki baryerlar qilmoqchi bo'lgan yaqininglarga yuborib qo'yinglar. Sifatli mahsulotlarni sovg'alari bilan xarid qilishsin. Xullas, batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Barchaga omad.